Bu jitil kim bo'ldi ekan? Yangi jitil kelibdimi qishlog'imizga? Voy, qalaysiz? Tinchmisiz? Va assalomu alaykum brat, qalay, tinchmi? Ha, bo'ladi, rahmat. Siz kimsiz? Tushunmadim, tanimadim. Siz mana 2 qavatli uyda egasimisiz? Qanaqa ikki qavatli uy? Orqadagi. Uyim ikki qavat bo'lib qolibdimi? Nima bo'ldi, uyingiz 2 qat bo'lib qoldimi? Yo, ikki qavat demayapman, ikki qavat bo'lib qolibdimi deyapman. Nima bo'ldi uyingizga? Uyingiz 1 qavat edimi? Ha, shunga hayron qolyapman. Sizni tanimadim. Siz kimsiz? Ha, men boshqa qishloqdan keldim. Janob berdi, ukasini o'g'lini ammasiman. Ammasiz ayol kishimisiz? Ammasi debman, amakisi. Ha, to'g'ri, amakisi. Agar ammasi bo'lganingizda boru siz nimaga erkakcha gapiryapsiz degan bo'lardim. Voy, nimaga meni o'rayapsiz? Men ham sizni o'rayapmi? To'xtang, hozir ko'rasiz mendan. Davay quvlashmoqchi o'ynaymiz. Menga yetib olasizmi? Yetib ololmayman. Mana keldik, mana yetib ololmaylar ekanmanmi? Ha, yetib olakansiz. Faqat urmay, iltimos, men kuchim kam. Sizni bitta urganim bilan keyin qaytib urisha olmayman. Bo'pti, bor yo'qol. Men ketdim, qaytaman joyimga. O'sha joyda nima bu kadastr qo'yganmi? O'sha joydan ketmay o'tiribdi. Brat, bitta gap aytaymi? Ha, aytchi. Siz nima qilyapsiz bu yoqda? Ishi nima? Voy, nima urasan yana? Endi sinab ko'rdim, reaksiyangizni sinab ko'rdim. Siz va'da tomon bo'lsangiz bo'lar ekan, reaksiyangiz tez ekan. Men aytganim, men joyingizga turib oling, brat, joyingizga turib oling. Asabiylashmaslik kerak. Xo'pmi? Brat, ortimdan cho'ta kelyapti. Yomon jang bo'ladimi deyman-da. Brat, kemang deyapman, oy brat, kemang. Ha, boryapman. Kutib tur beri, kutib tur. Ha, brat, unaqa qilmang-da. To'xtab turing. Men hozir aytgancha men bir narsaga aminlik kiritib olishim kerak. Uyim qanaqasi 2 qavat bo'lib qoldi? Cho'tam shu boshqa bitta jitilni uyi bilan gaplashib qo'yganmi deyman-da, uyim ikkalasi yangilik qilib yuborib, meni uyim 2 qavat bo'lib ketgan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima xavotirlanib yuribsan? Ortimda ana yangi kelgan jitil jiyaningizmi kim, xolangizning o'g'limi, ammangizni qizimi kim edi, o'sha qo'yib yuribdi. Ha, ukamni o'g'lini amakisi. Ha, o'shada ukangizni o'g'lini amakisi siz bo'lmaysizmi? Yo'q, meni akam bo'ladi. Ha, men tushunmadim bularga. Jitel, bano kim, tanimadingmi? Ha, bu Jitel janob berdi akasida, короче, ukasini o'g'lini amakisi. Ha, shuni bitta qilib amakisi deb qo'ysa bo'lardi-ku. Ya'ni janob berdi akasi deb qo'ysa bo'lardi. Endi bilmayman, bular cho'zar ekan qandaydir. Ha, yaxshi, mayli. Hozir assalomu alaykum, tushunmadim. Meni dadam ishga ketgan. Ha, ishga ketgan dedim. Mana olmos top kelgandim. Ish qilib sen pul bera olasanmi? Ha, beraman. Olmos bilan bering chiqaring. Sen to'xta. O'zi olmos nimaligini bilasanmi? Ha, ko'k narsa bo'ladi, olmos. Telefon olmoqchimisiz? Ha, telefon olaman shu pulga, bo'ladimi? Ha, oling, mayli, olavering. Rozivisni olaymikin? Siz qiz bo'lamisiz? Hali rozivi oladigan. Yo, hazillashdim, olmayman, kerak emas, sen hech narsa olmayman. Olmoslarni bo'pti, bermayman sen, kerak emas. Otang kelsa kelaman. Bu jitillik beradigan bo'lsam, xohlagan narsasini oladimi, bilmayman, pulni ishlatib yuboradimi, tabdalo. Va brat, yaxshi narxga sotib oladi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, kech oxa. Olmos bor edi, olmaysizmi? Olaman, berchi. Mana bitta olmosga qancha izmurud berasiz, o'shanga qarab men sizga hammasini beraman. Hammasini bering, normalniy narxga sotib olaman. Birinchi qani izmurudlarni? Mana bo'ladimi? Yo, rahmat brat, addushi bor. Fanatizmman brat. Obuna bo'lib qo'yaman kanalimizga, bo'pti. Sog' bo'ling. Obuna bo'lib qo'yaman desam, laqqa ishonib o'tiribdi boru. Kelmabdi, quvmi. Bu indamaydi ekan jitel ekan. Xohlagancha ursa bo'lar ekan bu jitelda. Qalaysan, menga sakray olasanmi? Sakray olmaysan, chunki seni bo'ying katta. Mana bu uyda aniqlash kerak. Qandaysiga 2 qavat bo'lib qoldi uyim, tushunmayapman. Aytganimdek qaysidir jitel uyi bilan cho'tam gaplashib qo'yganda, o'sha gaplashgandan keyin yangilik bo'lib, mana uyim 2 qavat bo'lib ketganmi deb o'ylab qoldim. Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar qani. Tak hozir birinchi o'rinda men uyda aniqlash kerak. Bor politsiyachini chaqirib kelaymi ekan, kimdir meni uyimga noqonuniy uy qurib oldi deb. Uyimga noqonuniy uy qanday qurilishi mumkin? Uyga uy qurilganini ko'rganmisizlar hech zamonda? G'alati, bu yerda narvonim bor edi-ku. Narvonim qayerga ketdi? Cho'tam narvonni olib tashabdi-ya bu yoqdan. Mayli, o'z mashiyadan, bu yerda ochiq joy bor ekan. Nega qanday chiqaman, narvon yo'q menda. Bitta blok bilan hech qayerga chiqib bo'lmaydi. Yo, hozir qayerdandir blok olib kelish kerakmi? Tabor boraman-da, yaqinda daraxt ekib qo'yibman. O'zim ekkan daraxtga tegmayman. Borib o'zi o'sgan daraxtdan kesib kelaman. Shunda ekilgan daraxtga tegmagan bo'laman-da, yaxshi qilgan bo'laman bilmadim-ku, lekin xullas men bu daraxtlarni olib ketish kerak. Chunki bu daraxtlar nigga daraxtlar ishlatish kerak. Oddiy daraxtlar ishlatmaslik kerak. Chunki nigga daraxtlar ishlatiladigan daraxtlar. Xo'p, mana bu ham menga tegishli, bilasizlar. Bu uyni qachon qurganim esinglarda bo'lsa yozib qoldiringlar. Men
bilan chiqib ketgan to'g'risi. Men bitta versiya bor, narvon yasab olaman hozir. Tak, narvon uchun bizga cho'p kerak bo'ladi. Hammasini cho'pga aylantirib yuborib, ana endi cho'pni bunaqasiga taxlab chiqaman. 4 tani o'rtaga qo'yib yuborsam bo'laveradi. 8 ta, 12 ta narvon. 12 ta bilan bemalol 2 marta chiqib tushsam bo'ladi. Hozir tosh top tashlaymiz. Hop, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 2 marta, 3 marta chiqib 2 marta короче chiqib 1 marta tushsam bo'lar ekan yoki 2 marta tushib 1 marta chiqsam bo'lar ekan. Temir eshikmi? G'alati eshik qo'yib tashlagan, tipa ikkita eshik qo'yib tashlagan. Nima qilgan? Texnologiya qilib tashlaganmi? Hozir bu qanday ochsam bo'ladi? Shu men o'ynani sindirib, o'yni ham sinmayapti. Bo'tda yomon narsalar o'ylab topgan odamlar ham odamlar borgan sari aqllashib boryapti. Mayli hozir politsiyachini chaqirib kelmasam bo'lmaydi. Buni aniqlash kerak. Nima bo'lgan, qayerdan kelgan, kim qurgan uyni? Oho, balo ham ko'rinmayapti, bor derazasidan lekin. Voy, tushib ketdim. Hamma ichiga qaytib chiqish bes problema u men uchun. Bu yerga narvon qo'yibman, chiqib tushaveraman, chiqib tushaveraman, o'ta farqi yo'q. Lekin men bitta narsaga hayron qolyapman. Qandaysiga menga bildirmasdan qurdi. Taqir-tuqir nahotki menga eshitilmadi. Hech narsa ko'rinmayapti. Bitta teshik bor ekan, u ichkarida nimadir bor ekan, realni. Hozir to'xtaylik, nima aytdi bitta. Okey, blok nima qo'yib bo'lmayapti. Aytgancha bu yarimtalik blok-ku. Mana unda qilib chiqsam bo'ladi-yu, lekin ko'rinmas ekan. Yotib olsam ko'rinadi. Baribir ko'rinmayapti. Obbo, shuncha qo'yganim jalga ketdi. Mayli qaytarib olamiz buni. Ana endi esa bu tomondagi derazalardan balki ko'rinar. Obbo, bu tomondagi derazaga ham chexol qo'ygan ekan, ya'ni chexolmi parda esimdan chiqib ketibdi. Parda qo'ygan ekan. Eshigi ochilmayotgani meni yomon asabimni bo'zyapti. Ichkarida kim borligi vashida qiziqib ketyapman. Taqillatsam eshitmaydimi, nima bola kar odam yashaydimikin? Yo'q, kar odam yashaydiganga o'xshamayapti. Ataki vobshe aqlli odam yashaydiganga o'xshayapti. Chunki u aqlli odam yashamasa, qanday ikkita eshik qo'yib qo'yish mumkin? Nimadan himoyalayapti o'zini? Pastda men yashayman. Tepada yana hech kim yashay olmaydi 3-qavat qilib turib. Bilmadim xolos. Assalomu alaykum politsiyachi. Va alaykum. Uyimga kelib keta olasizmi, brat? O'zingki. Mayli hozir bor. Yo, brat, tegmang, iltimos, afv eting, brat, afv eting, iltimos, bilmasdan urib qo'ydim bilo. Voy, brat, yomon chatoq chiqdi boru. Yomon urushqoq brat ekanlar boru. Hozir politsiyaxonaga boraman. Politsiyaning yoniga borib, nima deyapman? Politsiya, batta, politsiyaning yoniga borib qutulmasam, bratdan qutulishga iloji yo'q shekilli. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysan, tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Sizga bitta falokatli yangilik bor. Qanaqa? Mening uyimga kimdir 2-qavat qurib qo'yibdi. O'zing qurmasang qanaqasiga seni uyingga 2-qavat qurish mumkin? Shunga men ham hayron qolyapman. Yuring tekshiraylik shuni. Bo'pti, hozir mana 2 minut kutib tursang, birga borib tekshirib kelamiz. Davay, yuring, brat, ko'raylik o'shani. Davay, hozir to'xta, meni ham kutib turay. Keling. Bu yerda men yo'qman, kirma ichkariga. Kirmaydi, qo'rmang, eshikni olib ketaman. Davay, yur. Nima deding? Nima bo'lyapti deding? Uyim 2-qavat paydo bo'lib qopti. Yaxshilab surishtirib ko'rmadingmi? Uying balki qanaqadir jetel bilan yurib qo'ygandir, keyin yangilik bo'lib 2-qavat paydo bo'lib qolgan bo'lsa, yo'q, unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Endi baxtsiz falokat deganda yoki baxtli falokatmi bilmayman. Shunaqani bilmayman men ham. Tushunarli. Unda yuring, tez 2-qavatga chiqaylik. O'sha yot ochish kerak. Ocha olmayapman, qandaydir bunker eshigini qo'ygan bilmayman, temir qo'yib yuborganmi? Yur ko'ramiz hozir. Oho, dahshat o'yingni usti. Men ham uy qurib yuboraymikin? Yo'q, jinnimisiz janob, mana ochish kerak buni. Tushunmadim, bu kim? Buni tanimadingmi? Bu psixический travma olgan monster, nima edi? Maniak jetel bu. Nima qilyapti bu? Shu uy qurib olibdi demak uyingga. Bu odamga zarar yetkaza olmaydi. Bu faqat qo'rqitmoqchi bo'ladi-yu, lekin qo'rqita olmaydi. Ya'ni tegin olmaydi. Tegin olganda qo'rqinchli bo'lardi. Bu tegin olmagandan keyin qo'rqinchli emas. Tushunarli. Nima bu yoqdan bu yoqqa yugurib yuribdi? Menimcha qistalyapti. Unda mayli, e'tibor bermaymiz. Uzoqroqda o'yna, boray. Politsiyachi kechirasiz, brat, sizni urmoqchi emasdim. Keling, beshingizni o'pib nima deb o'pib qo'yaman. O'pishing shart emas. Hozir ochamiz, to'xta bu eshikni. Lekin tushunmayapman qanday ochishga boru. Brat, siz ham tushunmagan ekansiz-da. Bo'ldi, qarochi, senga bitta gap aytaymi? Aytingchi qani? Bu ochib bo'lmaydigan eshik ekan. Ya'ni betondan qurilgan. Betondan qurilgan degan ochib bo'lmaydi deganmi? Bo'lmaydi. Qarochi, men ketdim. Ishlarim bor, o'shalarni hal qilishim kerak. Qayoqqa ketasiz, brat? Mana uni hal qilib bering avval. To'xta, mana bu yerni buzib qo'ydim. Uzr kechirasan. Sorry, brother. Ya'ni bro deyman. Sen ukasan-ku. Brat, lekin jiddiy emas ekansiz. Politsiyachi desam, siz masxaraboz ekansiz. Yo, rostdan bilib qolding-a masxarabozligimni. Men yoshligimda masxaraboz bo'lganman. Keyin katta bo'lib politsiyachi bo'lib ketdim. Seriozna? Seriozna-da. Tushunarli, lekin mana uni ochmasak bo'lmaydi. Ichida nima borligi menga qiziq. 2 qavatli bunaqa eshik bilan himoyalangandan keyin ichida qanaqadir boylik bo'lishi mumkin.
Bilmadim xullas. Tushunarli. Demak, bu jinoiy ish ochilmagan holatda, ya'ni yopiq holatda qolar ekanda. Shunaqa bo'ladi. Xullas, men ketdim. Sog' bo'l, salomat bo'l, baxtli bo'l, omon bo'l. Omonxon degandek, kitobxon degandek, voleybol, futbol, basketbol, qaroch sog' bo'l.